Vau, 3 oyda shuncha ish qilib yubordingizmi? Mayli, uni qo'yib turing, oyisi. Yangi yiliga bitta zo'r sovg'a tayyorlab qo'yganman. Mengami? Yo'q, sizga emas, mijozlarimizga. Voy, qachon menga sovg'a berasiz, adasi? Bu imkoniyatdan hattoki siz ham foydalansangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Qarang, oxirgi 3 oyda biz Qarshi va Toshkent shaharlaridan 30 tadan kottejlarni qurib bitkizib, kadastr hujjatlari bilan yangi yilga sovg'a sifatida asrab qo'yganmiz. Sovg'a nimadan iborat bo'ladi desangiz, sovg'a har bitta xonadon ta'miri kompaniya hisobidan mutlaqo tekinga qilib beriladi. Xuddi shunaqa kottej qilib Bundan ham tayyorlab zo'r, berasiz. bundan ham zo'r bo'ladi. Hay tekstilni juda ham yaxshi ko'raman, menga to'g'risi. Rosa yoqdi. Faqat kottejlarmi shunda? Kottejlardan tashqari 200 ta bir xonalik studiya xonadonlarimizni ham Qarshidan, ham Toshkentdan sotuvga qo'yamiz. Oylik to'lovlari qanchadan bo'ladi shunda? Oylik to'lovlar kottejlar uchun 3 million atrofida bo'ladi. Bir xonalik studiya xonadonlarimiz uchun qarang, 650 ming so'mdan boshlanadi. Yo'q, adashmayapsizmi? Yo'q, adashmayapman. Bu Oyiga 650 ming so'm. oyiga, kuniga emas, oyiga 650 ming so'mdan boshlanadi. Bu hali hammasi emas. 100 oygacha foizsiz bo'lib to'lasa ham bo'ladi. Adas, hazillashmayapsizmi? Yo'q, hazillashmayapman, lekin ushbu imkoniyatlarni faqatgina 21-dekabr sanasida 20:00 da bo'lib o'tadigan vebinarim ishtirokchilariga taqdim qilaman. Demak, vebinardan qolib ketmaslik kerak ekan. Albatta. Vebinarda ishtirok etish uchun hoziroq profilim shapkasida ko'rsatilgan link orqali Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Siz esa yuring, uy ichini ko'rsataman. Ketdik.